Abshiru, ayollar jamoasi, men sizga shu xush xabarni bermoqchimanki, bitta shu erga sabr qilib o'tib ketsangiz, shu joy sizniki bo'ladi. Allohdan so'ranaman, biz ayollarning jannatning malikasi bo'ladi inshaalloh. Jannatdagi xullardan ham afzal bo'lib ketadi. Bu to'g'risida hadislar bor. Jannatdagi eng katta xullarga ham ancha-muncha dam berib undan yuqori turadi bular. Jamolda, rohatda, lazzatda, yashamoqlikda, Allohning rizosida ular xullardan afzal turadi. Bitta shu erga sabr qilib o'tib ketsangiz, shu joy sizniki bo'ladi. Boshqa nuqtalarga sabr kerak emas uncha. Qolganlar bilan kelishib olasizlar. Qolganlar bilan sizni kim shayton urushtirmaydi. Bitta shu zot bilan urushtiradi. Siz u uchun yaratilgan zot. Kim? Eringiz. Siz u uchun yaratilgansiz. Boshqasi uchun emas. Ota-onangiz uchun yaratilganingizda ota-onangiz huzurida qancha yashardingiz? O'lguncha yashardingiz. Lekin unaqa emas. Qiz chiqarsangiz, qiz birodiki, egasi ishiga taqillatib kelib, unisi kelib so'raydi, "Bu sizniki emas" deydi. Unisi kelib taqillatadi, "Sizniki emas" deydi. Egasi chiqqandan keyin, "Bu sizniki bu" deydi. Berasiz, "Sizniki" degandan keyin bilingki, shu maxluqa o'sha maxluq uchun yaratilgan bo'ladi. O'shaning uchun ikki oz iltimos qatora aytayapman. Sizlar jannat bekalari, jannat saidalari. Prosta jannatda saidasi ekanligingizni unutmasdan shu muomala bilan malika qatori yashab o'tib keting. Ancha-muncha bu qing'ir qiyshib yonida yurgan o'sha eringiz ancha-muncha ishlarini o'tkazib oling. Shayton olib keladi, eringiz 9 desa, siz 16 deysizda. Eringiz 9 bu desa, siz 16 deysizda. Vaholanki ikkovi bitta narsa edi. Eringiz orqasiga o'tib turib, shunday qarasangiz, siz ko'rgan 6 necha ming ko'rinadi? 9 bo'lib ko'rinadi. Erni ro'parasiga o'tirib olasiz bormi? Siz o'tirish haqqingiz yo'q edi-da. U uringa chiqa olmaysiz. Eringizni ro'parasida o'tirib olib, o'sha sayyidingizni Alloh sizga sajda qilishga buyurgan o'sha sayyidingizni ro'parasiga o'tirib olib turib, teppa-tem muomala qilishlikka hech ham Alloh rozi emas bunga. Hech ham payg'ambarimiz ham rozi emas. Farzandlaringiz ham rozi emas. Ota-onangiz ham bunga unamaydi. "Qo'y bolam, sal pastroq kelaver" deydi. Akalaringiz ham rozi emas bunga. "Ey, sen pastroq kelaver. Bu bizning pochchamiz bu" deydi. O'shancha aytamanki, har qanday hayotda bir masala chiqsa, eringiz yoniga kelib, yonboshida o'tirib maslahatlashing. Ko'zma-ko'z o'tirib maslahatlashmang. Ko'zma-ko'z opozitsiyada o'tiradi. Hargiz eringizga opozitsiyada o'tirib bo'lmaydi.